Ispaniyalik muxlislar musulmonlarni haqorat qildi va Lamine Yamal ham ularga keskin javob qaytardi. Yaqinda bo'lib o'tgan Ispaniya-Misr o'yinida ispaniyalik muxlislar armiyasi shunday gaplarni aytgan: kim sakramasa, demak u musulmon. Ya'ni bu Barselona muxlislaridan olingan bo'lib, Camp Nou'da ishqibozlar kim sakrab Barselonani qo'llab-quvvatlamasa, demak u madridista deyishadi va shu orqali jamoani yanada qo'llab-quvvatlashga intilishadi. Misrda bo'lib o'tgan ushbu o'yinda bu texnikani ispaniyalik muxlislar qo'llashdi va bu musulmon olamining keskin tanqidiga sabab bo'ldi. Lamine Yamal esa musulmon sifatida bu vaziyatga jim qarab tura olmadi va Instagram sahifasida ularga keskin javob qaytardi. Men musulmonman, alhamdulillah. Kecha stadionda kim sakramasa, kim ovullanmasa musulmon degan hayqiriqlarni eshitdim. Bilaman, bu raqib jamoaga atalgandi, lekin men musulmon sifatida buni hurmatsizlik va chidab bo'lmas ish deb qabul qildim. Hamma muxlislarning bunday emasligini yaxshi bilaman. Biroq kecha shunday kuylaganlar, dinni hazil sifatida ishlatganlar, sizlar johil va irqchisizlar, deb yozdi Yamal o'z sahifasida. Qiziq tomoni shundaki, Vinicius Junior ham Yamalning bu harakatlarini qo'llab-quvvatladi. Pedri esa muxlislarning bu ish katta xatoligini aytib o'tdi. Agar siz ham Yamalga respekt desangiz, videoga like bosib qo'ying.